Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda uyni qumsuvoq qilish haqida qisqacha mavzu haqida bitta video qilamiz bugun. Bu videomiz qisqacha mazmuni qumsuvoq qilish nima ketadi? Hop, qancha pulga tushadi? Qancha sement, qancha qum ketadi? Shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana hozirgi kunda bu Andijon viloyatida qilinayotgan ish. Andijondagi ishimiz mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday podmayak qilinyapti bu joylarimiz. Xo'p. Endi narx-navoga keladigan bo'lsak, usta haqqi 40 ming so'mdan bo'lyapti ekan. 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti ekan usta haqqi. Mana sifatni ko'rishingiz mumkin. Va rasxotiga keladigan bo'lsak, 15 ming so'mga to'xtalyapti ekan. Qum, sement, mayda-chuyda shu bilan 15 ming so'mga to'xtalyapti ekan. O'sha 55 ming so'mga uyda egilariga aylanyapti. 55 ming so'mni xohlasa bizga berishsa, biz o'zimiz olib kelib qilamiz. Qumda, sement ham xohlashsa, o'zlari olib kelib bersa, bizga shu usta haqqini berishsa. Shunaqa holat mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyimiz mana bitta katta podval. Tashqarida tepada yana ikkita xonalar bor. Bu xonalar bitkizganmiz. Mana qumsuvoq qanchalik qalin yoki yupqa bo'lishi kerak deganlar uchun shu joyni mana shunaqa holatda bo'lyapti. Bu pastladi, ko'rdinglar mana qalin. Haddan tashqari qalin. Mana bu joylar esa yupqa. Biz bloger emasmiz, biz ustamiz. Shuning uchun videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bittadan like bosib, bizni qo'llab olasizlar degan umiddamiz.